Xeyr baraka, davlatlaring ziyoda, keng berkitma savlat bersin. Mana shunaqa o'tirishlarimiz bardavom bo'lsin. Kamlik ko'rmanglar, meni yo'qlab kelibsizlar, sizlarni Alloh yo'qlasin. Kam bo'lmanglar. Hozirgi kutubxonalar bilan oldingi kutubxonalar farqini bilasizmi? Endi oldingi kutubxonalar qay tartibda, hozirgilari qanaqa bo'lyapti? oldin mana qishloqlarda bo'lgan kutubxonalar. Filiallar bo'lgan. Filiallar bo'lgan, dala shipanglarga kitob olib borardik. Odamlar daladan kelolmasdi-da. Yana abid paytda biz yangi gazetalar olib borardik, suhbatlar o'tkazardik. Eng zo'r davrda ishlaganmiz biz. Keyin ali kutubxonaga kelarmikanlarga dala shipanglarda ko'chma kutubxonamiz bo'lardi-da. Misol bitta bo'limdan nechta shipang bo'lsa, shuni bo'lib bergan. Menga 3 ta dala shipang edi. Uchalasiga ko'chma kutubxona qilib, kitoblar qo'yib, gazetalarni kunda bo'lmasa ham kunlari dala shipanga borardik. Asosan mana shu filial 46 ta filialimiz, 45 ta почти filialimiz borda. O'shalarda ish faoliyati, ularga metodik qo'llanmalar tayyorlab berardik. Turli xil tadbirlar o'tkazish uchun. Keyin ularda masalan nimalarida har 6 oyda, 1 yilda nimasi отчеты bo'lardi, отчет hisoboti bo'lardi. Ana shularda jamlab turib, keyin rayonda kutubxonasini hammasini jamlab turib, viloyatga topshirar edik. Keyin qayerda qanaqa tadbir bo'layotgan bo'lsa, hammasini ssenariysini yozib, masalan biz metodik qo'llanma tayyorlar edik. O'sha 46 ta kutubxona bo'lsa, hammasiga tayyorlab berar edik. Bittadan haligi pechat qilayotgan mashinkalar bo'lar edi. Shunda tayyorlab, hammasini filiallarga tarqatib berar edik. Shunday qilib keyin mana metodistlar ko'pincha dalalarga borardik-da. Bizni davrimizda mana shunaqa edi-da. Ko'chma keyin masalan abid paytida o'sha odamlar to'planib o'tirgan g'ojim paytida o'sha kitoblarimizni obzorini, o'sha kitoblarni o'zini ham ko'tarib olib borardik-da, obzor berardik kitoblarga. Agar o'qigisi kelgan xohlovchilar bo'lsa, o'sha yerda yozib, azo qilib, ko'chma kutubxona qilib ham tashab kelardik, ma'lum bir sonini qolganini olib kelardik-da. O'sha yerda ham azo qilib kelardik. Dalani o'zida ko'chma kutubxona qilib tashab kelardik. Tuman markazlashgan kutubxonasiga rahbar qilib tayinlandim. Endi u davrda hozirgi kunga nisbatan 19-yilda ancha aytda sharoitlar yaxshi emas edi. 41 mingta bilan boshlaganmiz, fondimiz boshlagan. 41 mingta fond bilan boshlaganmiz, lekin hammasi deyarli 80% kitoblar eski kitoblar bo'lgan. Hamma kutubxonachilar ish talab qilib kelishgan, fondlarni kollejlardan sanab unaqa olganmiz. Hamma fondlar eski edi. Barcha kollejlardagi aks qilingan kitoblarni biz mana shu fondga, tuman kutubxonasiga olib kelganmiz. Uni qiyinchiliklarini o'zimiz bilamiz. Mana birga ishlagan xodimlar, o'zim boshchiligimda buxgalter, hammasi borib sanab olganmiz, lekin ular hammasi eski fond bo'lgan. Yildan yilga endi fondlarni ko'paytirib borib, respublikadan kitob berishdi. Kitobxon haftaligida hokimiyatga hazilakam yugurganman. Bu azoblarni o'zim bilaman, hech kim bilmaydi endi. Bitta kitob olish uchun, yo bo'lmasa 10 ta kitobni olish uchun necha marta hokimiyatga kirganmiz. Ayniqsa kompyuterlarni olishga. Xonamizda bir dona ham kompyuter bo'lmagan. Na printer, na kompyuter. Xalq ta'limidagi kompyuterdan foydalanganmiz. Jasurbek Normatov boshchiligida. Xalq ta'limida o'shani ular ham o'sha shtatlari bilan qolgan, o'shanda foydalanganmiz. Hech kim bizga yordam bermagan. Issiqlik bo'yicha ham, o'sha kutubxonalarni tiklash bo'yicha ham, remont bo'yicha ham qancha bormagan, kirmagan eshiklar ham qolmagan. Moliyada yotib olganman shtatlarni bino qilish uchun. Ko'mirlar olish uchun ko'mir nimalarga borib, issiqlikni isitish bo'yicha hamma eski narsalar ishlamaydi, pechkalar qurib, xodimlarni imkon qadar yaxshi sharoit yaratib berishga harakat qilganman. Buni viloyat kutubxonasi biladi. Hamma kamchiliklarim, nimalarimni borib viloyat kutubxonasi ogohlantirib, o'shalar ko'rsatmasi bilan ish qilganman. Lekin hokim o'sha davrlarda vaqt soati bilan bo'ladi remont, vaqt soati bilan bo'ladi hamma ishlar.
fondlaringizni ham olib beramiz deb hokimlar shunaqa degan. Mana endi hozirgi kunga kelib asta-sekin mana remontdan chiqdi kutubxonamiz. Open budjet orqali Open budjet remont qilindi. Endi fondlar ko'payyapti, kitoblar olinib turibdimi? budjetdan kitoblar olinyapti. Milliy kutubxonadan kitoblar berilyapti. Asosiy narsa badiiy kitob. Ya'ni eng yangi jihozlar berilsa, badiiy adabiyot bilan boyitilsa, eng asosiy masala hech bo'lmasam zona bo'lib mahallada kutubxonalar bo'lishini tarafdoriman. Da endi shuni o'ylayman men, maqsad qilib olaman. Aytavering, savol bor edi, aytib ketavering, bo'ldi. Shuni maqsad qilib, shuni xohlayman men. Agar mabodo o'zim ham xudo xolasa shunaqa niyatlarim bor, bolalarga mana shu xona topilsa, o'zim ham bolalarim bilan birgalikda, maktab faollar bilan birgalikda ozmuncha 100 tadan boshlaymizmi, 500 tadan boshlaymizmi, shunaqa fond tashkil qilib, mahallaga kutubxonalar ochish. Mana shu zona qilib bo'lsa ham tuman o'sha kutubxonasiga, viloyat kutubxonasiga asosiy nima iltimosim shu qishloqlarda kutubxonalar tashkil qilishda bolalar o'qiydigan bo'ladi. Seminarlarga borib ish o'rganib kelardik, Oltiariqqa, Farg'onalarga borganmiz ham. Yangi ish boshlash qiyin-ku. Keyin o'shandaqa borib ish o'rganib kelardik. Seminarlar ko'p bo'lardi u paytda. Ish rejim ham qattiq bo'lgan aytibman, 8 dan 6 gacha. 6 bo'lsa keyin tarqaganmiz. Seminarlar ko'p bo'lardi. Tekshirib ko'p kelardi Farg'onadan. 5 ta ishlaganman, 31 da, markaziy kutubxonada ishlaganman. Tarmoq kutubxonasida necha yil ishlagansiz? Rosa ko'p ishlaganman, 20 yil. Sentrda komplektorlarida ham ishlaganman, men hozir hamma joyda chiqaman rayon bo'yicha. Sentrda ishlaganman. Oxiri mana kollej, keyin sizlarda kollejda ham, kollejda ham kutubxonachi bo'lganman. Kollejda ham Ilohim, avvalambor hammalaring tan jonlaring sog' bo'lsin, umrlaring uzoq bo'lsin. Oilalaring tinch bo'lsin, ilohim. Oilada tinch bo'lsa, ishlaring bardavom bo'ladi. Ishxonalaringda ham tinchlik bo'ladi. Hammalaringga sabr, qanoat, kuch-quvvat tilayman. Sohadagi o'zgarishlarda faol bo'linglar. Tumanimizni dong'ini butun viloyatga emas, butun respublikaga, dunyoga tanitishlaring tarafdoriman. Fondlarimiz boyib boraversin, yoshlarimiz iqtidorli, yoshlar ko'payaversin. Bunda sizlarni sermashaqqat ishlaringda faollik tilayman. Hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.